ICE Podcast. Assalomu alaykum qadrli o'quvchi, men Teacher Maqsudbek. Bugundan boshlab sizlar bilan Iceberg o'quv markazining grammatika tizimi asosida grammatika darslarini boshlaymiz. Xo'p, demak, barcha darslarimiz tizimlashgan, ketma-ket tartibda bo'lib, agar siz mana shu darslar davomida beriladigan uyga vazifalarni, beriladigan mashqlarni bajarib, dars qilib olsangiz, ishonchingiz komil bo'lsinki, darslar oxirida siz grammatikani biluvchi bir o'quvchiga aylanasiz. Hech bo'lmaganda grammatikasidan muammosi bo'lmagan bir talabaga aylanishingiz mumkin. Xo'p, demak, biz hozir sizlar bilan unchalik uzoq emas, lekin bitta sayohatga chiqmoqchimiz. Bu sayohatimiz davomida siz ozgina qiynalishingiz mumkin, ozgina vaqt sarflashingiz mumkin, lekin sayohatning oxirida sizni porloq kelajak, chet el, hech bo'lmaganda grammatikasidan yoki ingliz tilidan muammosi bo'lmagan bir o'quvchi kutib turibdi. Demak, agar tayyor bo'lsangiz, here we go. ICE Podcast.